Hammaga birdek xush keladigan o'zbekona zo'r hovlimizni chiqyapti. Mirzo Ulug'bek tumani Sentrumni Charskidamiz. Orientir. Shunda Sarbon to'yxonani orqasida mana katta ko'chani ko'ryapsiz. Shunda kirib kelganda chap qo'lda bo'ladi. Juda ham ajoyib tushgan, polni mebel texnikalari tayyor. 3 sotuv, lekin ko'rinishidan 5 sotuvni 5 sotuvga o'xshab turadi to'g'rirog'i. Tak, kalet eshigimiz juda ham chiroyli, zo'rlari qo'yilgan. Podvolimizda basseyn saunalarigacha bor. Eshik tagiga garajga kirishdan oldin masjidga mashina qo'yib qo'ysa ham bo'ladi, xohlasanglar. Tak, ichkariga olib kirilmasa ham bo'ladi. Tak, ichkariga ikkita tak o'rtacha mashina bemalol sig'adi. Mana uyimizning ko'rinishi hammamizga nasib qilsin. Mashalloh, zo'r chiqdi haqiqatan ham. Tak, darvozaxonamiz naves ostida chiroyli shlankadan qo'yib qo'yilgan ekan. Tak, yozgi oshxonamiz polnisi toshdan qilingan, so'kullarimiz hammasi tosh. Haqiqiy toshdan qilingan. Tak, o'rtada katta zilin zonamiz. Olgan odam ekib o'ziga moslab chiroyli qiladi. Tak, uy haqiqatan ham zo'r. Mana kalet eshigimiz, polnisi domofon, kamera, distansioniy upravlение hamma narsasi qo'yilgan. Tak, uyga kirib ketishimizda mana bu ham katta ko'ryapsiz. Kirishdan oldin ham kirganda birinchi tambur bo'ladi bizda. Remont haqiqatan ham zo'r. Mehr ayalmagan ekan. O'ng qo'lda kattagina shkop, oyoq kiyim o'tirib kiyish uchun bu yerda ham chap qo'ldan kattagina shkoplari bor. Kirib kelishimizda uzun koridor bo'ladi. Chap qo'limizda hol. Holimiz ham ajoyib chiqqan. Lustralarni lekin zo'rlarini tanlashibdi, pul ayalmagan lustraga. Mebellari ko'rsa hamma narsasi tayyor. Uyimiz yangi, absolyutni. Tak, chap qo'lda oshxonamiz. Oshxonada ovqatlanadigan zona, xolodilnik. Bu yerda mana ovqat tayyorlash, pishirish hamma zonasi akkuratni qilib qo'yilgan. Texnikalari hammasi bo'sh. E'tibor beringlar. Hammasi bo'sh qo'yilgan. Hech qanaqa Hoffman narsada ishlatilmagan, nemetskiy narsada ishlatilgan. Lustrasiga bitta baho berasizlar. Kamera olib bera olmayapti, lekin juda ham tim qora ekan, boshqacha ekan. Tak, endi o'ng qo'lga o'tamiz, zal. Zalimiz ham arkali qilingan, ochiq qilib. Mana marhamat. Stol, stul ovqatlanib, mehmon kutib, dam olib o'tiradigan zona. Bu yerda ham ajoyib lustra. Remontlarni ataylar, patologlarni ko'rsataman, ko'rishinglar uchun haqiqatan yaxshi mehr berilgan uyga. Endi tak, spalnyamiz birinchi qavat uchun mana aytganimdek mebellari tayyor holatda. Shundoq kirib yashaydigan variant qilib qo'yilgan. Hech qanaqa ortiqcha xarajat shart emas, faqat idish-tovoq, kiyim-kechak kerak xolos. Marhamat. O'zining ichida alohida sanuzuli ham bor. Vanna o'rnatilgan bu yerda. Razmeri yaxshi ekan. O'rtada birinchi qavat uchun hojatxona alohida qilingan. Endi polov tushadigan zinamiz, orqada kichkina joy tashalgan, havo aylanishiga eshik qoldirilgan. Ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Uy haqiqatan ham yaxshi chiqqan, lekin like bosib qo'llab-quvvatlash esdan chiqmasin. Tak, tepada 4 ta xona, 2 ta sanuzuli bor. Bittasi master spalnya. Tepada ham bitta mana koridordan hol sifatida foydalanishgan, televizor qo'yib olsanglar, juda ham ajoyib bo'ladi. Lustrasini bitta ko'ringlar. Tak, bu yerda ham ajoyib kattagina lustramiz. Kamera ozgina kichkina olib beryapti. O'ng qo'ldan boshlaymiz. Chiqqanda sanuzuli. Dushovka kabina qo'yilgan. Umumiy sanuzuli bu. Ikkinchi qavatda ham domofonlari bor. Tak, tepadagi birinchi spalnyamiz. Tak, shift balandligi yaxshi, pardalar ilingan, shkoplar ham hammasi уже tayyor holatda. Bundan keyin yana bitta spalnyamiz, marhamat. Hamma joyda och rangli mebellar tanlangan ekan. Ahamiyat berayotgan bo'lsanglar, bu yerda ham kattagina shkoplari bor. Mana lustralari ham yaxshi, xudo xolasa. Mana lustradagi menga rosa yoqdi to'g'risi, boshqacha ekan. Tak, bu yerda 3-spalnyamiz. Ikkita oynasi bor, uglovoydagi xona. Va bu yerda anaqamiz bor. Balkonimiz ham bor. Balkonimiz ham kattagina ko'ryapsiz. Tak, lokatsiyani qaranglar, zo'rligini bitta ko'rsatib ketmasam bo'lmaydi. Shunda pastli bu yog'i. Shunda tepada joylashgan Sentrumni Charskiy baribir boshqacha, o'ziga yarasha ustunlik tomonlari bor. Mana ko'ryapsizlar, domda shunda bir qator bo'lib turibdi mana shunda. Tepalik, havo juda ham zo'r. Hovli polni ko'rinib turadi. Endi oxirgi spalnyaga o'tamiz, marhamat. Spalnyamiz master spalnya. Ota-onalarga mo'ljallangan, konditsionerlar midaya qo'yilgan.
narsasi tayyor ko'rib turganlar-da. Tak. Umumiy yuvinish xonasi spalni uchun. Fortichkasi ham bor ekan. Bu yerda garderobnisi, marhamat. Endi sizlar bilan podol qismiga yo'l olamiz, ketdi. Tak, podolga tushib chiqamiz. Tushdik mana. O'ng qo'lda chiroyli zona qilib qo'yishgan ekan. Bu yerga ahamiyat berib, ikkita tak, kir yuvish mashinalari, bular ham bo'sh. Tak, bu yerda kotelniy xonamiz. Juda ham akkuratniy qilingan. Vысмин kotyullari, nemetskiy. Так, косвенный boiler, suv nakopительnisi va 3 ta stabilizatori. Ko'rib turibsizlar, hamma narsa mehr bilan qilingan. Tak, bu yoqda yopiq ekan, bitta kichkina kladovka bor. Bu yoqda dush bilan tak, tualet joylashgan va bu yoqda finskiy saunamiz, marhamat. Ishlatilmagan hali yangi holatda. Va bu yoqda mana раздвижной eshik qo'yilgan. Buni kirib borganmiz, basseyn. Juda ham ajoyib. Wow. Mana bu yerda o'tirib dam oladigan zona, televizor qo'yish uchun zonamiz ham bor. Mozaikali kafilda terilgan ekan, o'rtaga kattaligini qaraydi. Juda ham zo'r. Mirzo Ulug'bek tumanida bo'ldik. Sentrumni Charskida joylashgan ushbu hovlimiz sotilyapti. 3 sotuv yer maydoniga ega. Kvadrati plus-minus 400 chiqadi, taxminan uy ichi полностью. Tak, narxini pastga yozib qoldiramiz, raqamni pastga qoldiramiz. Yoqqan bo'lsa bitta like.